Audio Jungle. Audio Jungle. Bu faqat boshlanishimi? Tolibon ayollar kiyimi bo'yicha bosimni yanada kuchaytirdi. Afg'onistonning Hirot viloyatida fazilatni targ'ib qilish va yomonlikning oldini olish bo'yicha Tolibon guruhi ayollar kiyinishi qoidalariga rioya qilinishi shartligi haqida ogohlantirish berdi. Ushbu ko'rsatmaga ko'ra, oiladagi erkaklar ayollarning jamoat joylarida hijob qoidalariga qat'iy amal qilishini ta'minlashi kerak. Ayollar yuzini to'liq yopmasdan ibodat ro'molisiz tor kiyimda yoki pardoz bilan ko'chaga chiqsa, Tolibonning axloq politsiyasi tomonidan hibsga olinishi va ayollar uchun mo'ljallangan maxsus qamoqxonalarga yuborilishi mumkinligi aytilgan. Hujjatda Tolibonning fazilatni targ'ib qilish va yomonlikning oldini olish to'g'risidagi qonuniga tayangan holda kiyinish qoidalarini buzgan holatda erkak qarindoshlar ham javobgar bo'lishi mumkinligi va bunga nisbatan huquqiy choralar ko'rilishi mumkinligi aytilgan. Mahalliy aholi ma'lumotiga ko'ra, Hirotda so'nggi haftalarda axloq politsiyasi nazorati kuchaygan. Turli hududlarda nazorat punktlari o'rnatilib, transport vositalari to'xtatilib, ayollarning kiyimi tekshirilgan. Ularga kiyinish talablariga mos emasligi haqida ogohlantirishlar berilgani aytilmoqda. Xuddi shunga o'xshash cheklovlar Qobul va Afg'onistonning boshqa hududlarida ham joriy etilgan. Amerikani 3-dunyoga aylantirdingiz. Trampning navbatdagi portlashi efirni larzaga soldi. AQSh prezidenti Donald Trump NBC telekanaliga bergan intervyusi davomida boshlovchi bilan keskin bahsga kirishib, intervyuni to'xtatdi. Intervyu chog'ida Trump AQShdagi saylovlar mavzusiga to'xtalib, avval ham bir necha bor bildirilgan fikrlarni takrorlagan. U saylov jarayonlarida qonunbuzarliklar bo'lganini da'vo qilib, buni adolatsiz va soxtalashtirilgan saylovlar deb atagan. Jurnalist prezidentdan ushbu da'volarni tasdiqlovchi dalillar mavjud yoki mavjud emasligini so'ragan. Shundan so'ng suhbat keskin tus olgan. Saylovlar soxtalashtirilganini siz ham bilasiz. Sizning teleradio kompaniyangiz ham buni biladi, degan Trump. AQSh prezidenti shuningdek mamlakatdagi saylov tizimini tanqid qilib, AQShni bu borada 3-dunyo mamlakatlariga o'xshatgan. U NBC telekanali va uning mashhur Meet the Press dasturini, shuningdek boshqa yirik Amerika telekanallari ABC, CBC va CNNni ham bir yoqlama yondashuvda ayblagan. Sizlar halol emassiz. Meet the Press halol emas. Xuddi ABC, CBC va CNN kabi. Ular ham bir tomonlama va halol bo'lmagan telekanallardir, deya ta'kidladi Trump. Bahs davomida prezident intervyuni yakunlashni so'ragan. Boshlovchi suhbatni davom ettirishga uringan va Trumpdan yana bir necha savolga javob berishni iltimos qilgan. Biroq AQSh rahbari qarorini o'zgartirmagan va intervyuni to'xtatgan. Bir paytlar Kiyevga yurish qilgan Rossiya bugun Moskva xavfsizligini o'ylamoqda. Rutte. NATO bosh kotibi Mark Ruttening ushbu bayonoti xalqaro maydonda katta rezonans uyg'otdi. Uning fikricha, Ukraina urush davomida shunday imkoniyatlarga ega bo'ldiki, Rossiya endi o'zining eng muhim ramziy tadbirlarini ham Kiyev omilini hisobga olmasdan o'tkaza olmayapti. Gap 2026-yilgi 9-may paradi haqida ketmoqda. Parad arafasida Ukraina dronlari Rossiya hududining ichkarisidagi obyektlarga zarba berishda davom etdi. Moskva atrofida xavfsizlik choralari keskin kuchaytirildi. Ayrim aeroportlar vaqtincha faoliyatini to'xtatdi va Rossiya havo mudofaasi tizimlari yuqori tayyorgarlik holatiga keltirildi. Shu fon ortidan Ukraina prezidenti Zelenskiy Moskva markaziga zarba berilmasligi bo'yicha vaqtinchalik qaror chiqardi. Mark Rutte esa bu holatga kinoya bilan izoh berib, go'yoki Putin paradni faqat Zelenskiyning ruxsati bilan o'tkazayotgandek vaziyat yuzaga kelganini ta'kidladi. Tahlilchilarga ko'ra, bu bayonot urushdagi kuchlar nisbatining o'zgarayotganini ko'rsatadi. Bir necha yil oldin Rossiya qo'shinlari Kiyev tomon yurish qilayotgan edi. Bugun esa Moskva o'zining eng muhim siyosiy va harbiy tadbirlarini o'tkazishda Ukraina tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni hisobga olishga majbur bo'lmoqda. Shu bilan birga Rossiya urush maqsadlaridan voz kechmaganini bildirmoqda va frontdagi janglar davom etmoqda. Biroq NATO rahbarining keskin bayonoti Kreml uchun yangi haqiqat shakllanayotganini ko'rsatadi. Endilikda urush nafaqat Ukraina hududida, balki Rossiyaning o'zida ham xavfsizlik masalalarini kun tartibiga olib chiqmoqda. Mark Ruttening ushbu so'zlari ko'pchilik tomonidan 2026-yildagi urush vaziyatini eng aniq ifodalagan siyosiy bayonotlardan biri sifatida baholanmoqda.